Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Hamidulloh Tursunboyev. Ushbu videoda SATdagi eng qiyin va eng qiziq misollarga birgalikda yechim beramiz. E'tiborli bo'lasiz. Men boshladim. Birinchi misol. E'tibor qilinglar, grafik tasvirlangan va how many solutions? Nechta yechim? Does the system of three linear equations. Uchta tenglamalar sistemasining nechta yechimi have bor deyapti. Grafikka e'tibor qilamiz. O'zi avval bilishimiz kerakki, tenglamalar sistemasini qachon yechimi bo'ladi. Ikkita tenglamalar sistemasi bo'lsa, ikkalasi ikkita funksiya kesishgan nuqtada bizning umumiy yechimimiz yotadi. Uchta bo'lsa, uchalasi kesishgan nuqtada bizning umumiy yechim mavjud bo'ladi. Umumiy yechim. E'tibor qilinglar, darhaqiqat uchta funksiya bor grafikda, lekin ular bitta nuqtada kesishmaydi. Uchalasi bir vaqtda bitta nuqtada kesishmayapti. Demak, bu yerda yechim mavjud emas. A javob to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi savol. Which system of linear equations? Chiziqli tenglamalar sistemasini qaysi has no solution? Qaysi yechimga ega emas deyapti. Ikkita tenglamalar sistemasi berilgan bo'lsa, ular qachon yechimga ega bo'lmaydi? Qachonki koeffitsiyentlarimiz nisbati teng bo'lib, ozod sonlarimiz nisbati teng bo'lmasa. D javobga e'tibor qilamiz. -2 taqsim 4 barobar 8 taqsim -16 barobar emas 5 taqsim 10 ga. Yuqoridagi shart qanoatlantirilyapti. Demak, D javobda yechim mavjud emas ekan. Uchinchi misol. Lucia and John will work together. Work degani ishlamoq. Together birga. Lucia bilan John birga ishlayapti. To make 60 paper flowers for a school party. Maktab bazmi uchun, demak, ular 60 ta gul qog'oz tayyorlashyapti, birga ishlashyapti. The line shown represents. Line degani chiziq. Chiziq ko'rsatadi the possible combination of time. Vaqtning mumkin bo'lgan kombinatsiyalarini. Spent by Lucia and John to fulfill this task. Fulfill this task degani topshiriqni bajarish. Topshiriqni bajarish uchun Lucia va John tomonidan sarflangan vaqtni mumkin bo'lgan kombinatsiyalarni ko'rsatarkan. Endi buni qanday tushunishimiz kerak, ustozlar, o'quvchilar? OX o'qi John tomonidan sarflangan vaqt, OY o'qi bo'lsa Lucianing vaqti. Masalan, John 10 soat ishlagan bo'lsa, Lucia 4 soat ishlashi kerak 60 ta gul qog'oz tayyorlash uchun. John 5 soat ishlaydigan bo'lsa, Lucia 8 soat ishlashga majbur 60 ta gul qog'oz tayyorlash uchun. According to the graph, grafikka ko'ra, how many paper flowers? Qancha gul qog'oz will Lucia make per hour? Soatiga. Lucia soatiga 1 soatda nechta qog'oz yasaydi o'zi deyapti. Luciani so'rayapti, demak John ishlamasin, John 0 soat ishlasin, Luciani o'zi 60 ta gul qog'ozni qanchada tayyorlaydi? Agar John 0 soat ishlaydigan bo'lsa, Lucia 12 soat ishlashga majbur. 12 soat ishlab u 60 ta gul qog'oz tayyorlasa, 1 soatda nechta tayyorlaydi? X barobar 60 taqsim 12. 1 soatda 5 ta gul qog'oz tayyorlar ekan. Navbatdagisi. The graph of fx is shown. Fx funksiyaning grafiki ko'rsatilgan. Fx niki. What is the y-intercept of graph? Y barobar fx plus 13. Y barobar fx plus 13 ning y-interceptini. Oy o'qini kesayotgandagi nuqtani top deyapti. E'tibor qilinglar, fx ni grafiki berilgan,
y bilan qanaqa bog'liqligi bor? O'rtasida munosabat bor. fx ni 13 birlik yuqoriga sursak, funksiya hosil bo'lar ekan. Birdan o'tyaptimi? 13 birlik taxminan yuqoriga sursak parallel ko'chadi va 1 + 13 14 dan kesib o'tadi. Oygiri o'qimiz demak 0,14 degan nuqtada ekan. Va javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi savol. The given equation berilgan tenglama is one equation. Bir tenglamadir. In a system of two linear equation. Ha, demak, tenglamalar sistemasidagi bitta tenglama mana shu ekan. Berilgan tenglama birinchi tenglama ekan, ikkinchisi hozircha yo'q. If the system of equation has, agar sistema has at least one solution, sistemada kamida bitta yechim bo'lsa, e'tibor qiling, bitta emas, kamida bitta yechim bo'lsa deyapti. Which of the following equation? Quyidagi tenglamalarning qaysisi? Could be. Be degani bo'lmoq. The other boshqa. Quyidagilardan qaysi biri ikkinchi boshqa tenglama bo'lishi mumkin deyapti. Mana bu bo'lishi mumkinmi? Mana bu ham bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkinmi yoki yo'qmi, yo'qligini bilish uchun biz shartni bilib olishimiz kerak. Shartda demak, sistemada kamida bitta yechim bo'lsin. Yaxshi. 6x + 3y barobar 5. Birinchi tenglamani yozamiz. 9x + 4,5y barobar 7,5. E'tibor qilinglar, ular ustma-ust tushib qoldi. Demak, cheksiz ko'p yechimi bor. Bu bitta yechimi, kamida bitta yechimi bormi deganga o'rinli bo'ladi. Ikkinchisi, demak, mana shuning minusligi ekan. E'tibor qilinglar, bitta nuqtada kesishdi. Demak, bu ham bizni shartimizni qanoatlantiradi. To'g'ri javob 1n2. Navbatdagisi. For each real number r, har qaysi haqiqiy r soni uchun real number, ya'ni haqiqiy son uchun which of the following points, quyidagi nuqtalardan qaysi biri lies on the graph, grafikda yotadi. Lies on degani yotmoq. Of each equation in the xy plane for the given system. Demak, mana shu sistema qanoatlantiradigan nuqtalarni topish kerak ekan. E'tibor qilinglar, men bitta narsani payqadim. Mana buni 4 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 2x + 5y barobar 3. Ayni yuqoridagi tenglama chiqar ekan. Demak, bittasidan foydalansak bo'ladi. Buni endi desmish ishlash osonroq. E'tibor qilinglar, javoblardan foydalanamiz. X ga r qo'ysam, e'tibor qiling, javobni kirityapman. R qo'ysam, y minus 5r taqsim 2 plus 3 taqsim 2 chiqadimi? 3 bo'lingan 2. E'tibor qilinglar, mana r ga qiymat tanladim. Qiymat tanlasam, r ning qiymatlari mana bu funksiyada yotmayapti. Yotsin degan edi-ku, lies on the graph. Funksiyada grafikda yotsin degan edi-ku, r ni har qaysi qiymatida. Mana bizda yotgani yo'q. Demak, bu to'g'ri javob emas. Xo'p. Mana shuni plyusga qiladigan bo'lsak, 2r taqsim 5. B javobdan foydalanyapman. 3 taqsim 2 emas, 3 taqsim 5 ekan. R ni har qaysi qiymatida, demak, yana grafikda yotgani yo'q. Endi C javobdan foydalanamiz. Men o'ylaymanki D javob, demak, to'g'ri shekilli. Demak, shuni tekshirib ko'rsak bo'ladi.
Plus 3/2. Vergül R. E'tibor qilinglar mana. R'ni har qaysi qiymatidan 0,1 tanlasangiz ham, boshqa son tanlasangiz ham, demak, funksiyada yotyapti. Mana shu to'g'ri javob ekan. Navbatdagisi. Biznes konsultant, biznes maslahatchisi charges haq oladi. 408 for the first hour. Birinchi soat uchun $408 olar ekan. 200 for each additional hour of work. Va qo'shimcha har soat uchun each hour degani har soat uchun $204 olar ekan. Buni onlayn o'quvchilarimiz biladi. Har soatda demak 204. Demak, dastlab 408. Demak, dastlab $408 oldi. Endi har soatda 204 dan olyapti. 204x yozsam xato bo'lib qoladi. Bir ayirib qo'yishim kerak. Chunki birinchi soat uchun 408 bo'ldi. Ikkinchi soatdan boshlab endi har soatga $204 dan olyapti. Buni hisoblaydigan bo'lsak, javob to'g'ri bo'ladi. For the first hour so'ziga e'tibor qilasizlar. Shu so'z bo'lsa, birinchi soat uchun degani bo'ladi. Ayirib yuborish kerak. 1 soat. 2 soat uchun desa 2 ni ayirib qo'yasiz. Yana tenglamalar sistemasini bitta tenglamasi berilgan. One of the equation in a system of two linear equation is given. Yaxshi berilibdi. Where n is a positive constant. N musbat konstant ekan. System has no solution. Sistemaning yechimi bo'lmasa, which equation could be? Qaysi tenglama bo'lishi mumkin? Second equation. Ikkinchi tenglama sistemadagi. Bu ham yuqoridagiga o'xshash. Demak, yechimi yo'q bo'lsa to'g'ri bo'lar ekan. Shu sistemani birgalikda hosil qilamiz. Barobar 31y plus 31. 31ga musbat konstanta degan istalgan qiymat bersak bo'laveradi. A javob to'g'ri bo'ladimi? 3x 3y. E'tibor qilinglar, ustma ust tushib qoldi. Demak, bu javob to'g'ri emas. E'tibor qilinglar, kesishdi. Bizda demak yechimi yo'q bo'lishini talab qilgan edi. Bu ham to'g'ri javob emas ekan. E'tibor qilinglar, 3x minus 3y barobar 3n qilsam parallel bo'ldi. Demak, D javobimiz to'g'ri ekan. Demak, $750 for the first 2 hour. Dastlabki 2 soat uchun 750 va har soatiga $50 dan. 750 plus 50 t minus 2. Dastlabki 2 soat uchun 750 bo'ldi, ayirib qo'yishim kerak. 1050. To'g'ri javobimiz C javob bo'lar ekan. Xo'p, bunaqa turdagi misolni yuqorida ham ko'rdik, shuning uchun uzoq to'xtalmadim. $750 demak haq bo'ldi ishchi va har soatiga 50 olyapti. Faqat dastlabki 2 soatdan tashqari, chunki men yerda aytib qo'ygan 2 soat uchun 750 olgan deb. Shuning uchun C javob to'g'ri bo'ladi. Grafik ko'rsatilgan ekan. Two linear equation. Ikkita tenglamalar sistemasining grafiki. Solution, yechim to the system is xy. Yechimi xy ekan, y ning qiymatini so'rayapti. Y imizning qiymati kelishgan joyda, demak yechim bo'ladi 2 ga teng. 11-misol. In the xy plane xy tekisligida L chiziq has a slope of 4. Slope degani burchak tangensi. Burchak tangensi. Chiziq degani uchun y barobar kx plus b. Burchak tangensimiz 4 ga teng ekan va x interseptimiz 4/3 0 ekan. 4/3 0 nuqtadan ham o'tar ekan. What is y intercept? Y interceptni top deyapti. Avval funksiyani tuzib olamiz. Y barobar 4/3 x plus b. Nuqtadan o'tadi degan,
0 qo'ysak, demak, x ga 4 taqsim 3 qo'yadigan bo'lsak, 16 taqsim 9 plyus b. B imizni qiymati minus 16 taqsim 9. B bu y intersept hisoblanadi. Demak, B javobimiz, ha, B javob emas, balki D javobimiz to'g'ri bo'ladi. Sababi funksiyani yozadigan bo'lsak, 4x minus 16 taqsim 9. X ga 0 bersak, y'imiz minus 16 taqsim 3 chiqadi. 12-chi misol. E'tibor qilinglar, jadval bergan. Table shows, jadval ko'rsatadi, three values of x and jx. X va jx ni 3 tadan qiymatini ko'rsatadi. Corresponding degani mos degan, mos qiymat. Jx barobar fx taqsim x plus 5. Va fx, e'tibor qilinglar, chiziqli funksiya. What is the y coordinate of y intercept of fx? Fx ni y interceptini topish kerak ekan. Avval kelinglar fx funksiyani topib olaylik. Mana bu qiymatlardan foydalanamiz. X ga minus 20 bersak, jx 4 chiqar ekan. Birinchisi 4 teng f minus 25 taqsim minus 20. F minus 25 teng minus 80. Ikkinchisi minus 9 bersak, jx 0 chiqar ekan. 0 barobar f minus 9 taqsim minus 9 ga 5 qo'ysak, minus 4. F minus 9 barobar 0. Ikkita nuqta hosil bo'ldi. Bemalol fx funksiyamni tuzib olsam bo'ladi. Desmiz yordamida. Tablitsaga kiramiz. Minus 25, minus 80. Mana chiziqli funksiyamiz chiqdi. Fx barobar 5x plus 45. Endi mana shuning y interseptini so'ragan, x ga 0 bergandagi qiymat. Y'imiz 45. 0 45 ekan. To'g'ri javob 45 bo'ladi. Buni o'zimiz yozib qo'yishimiz kerak. Navbatdagisi, jadval bergan. Number of cars, mashinalar soni, maximum number of passengers and crew, yo'lovchilar soni. Table shows, jadval ko'rsatadi, linear relationship, chiziqli munosabatni between number of cars C and train and maximum number of passengers P. Yo'lovchilar va cars, mashinalar orasidagi munosabatni ko'rsatar. 4 ta mashina bo'lsa, 164 ta yo'lovchi bo'ladi degandek gap. Mana bu C ekan, mana bu esa P ekan. Which equation, qaysi tenglama represents, ko'rsatadi C va P orasidagi linear relationship, chiziqli munosabatni. Chiziqli funksiyani qiymatlari berilgan ekan, demak, mana shulardan foydalanib chiziqli funksiyani tuzamiz. C ni men x deb turaman, P ni y. Hop, x ga 4 qo'ysak, y 164 chiqishi kerak. 6 qo'ysak 242. Demak, mana chiziqli funksiyamiz chiqdi. Shular orasidagi munosabatni ko'rsatadigan funksiya. Y barobar 39x plus 8. Y barobar 39x plus 8. X'imiz C, Y'imiz P edi. P barobar 39C plus 8. Demak, 39C minus P barobar minus 8. Bu javobimiz A da keltirilgan. Mana ular orasidagi munosabat tenglamasi A javob to'g'ri. 14-misol. Adaliz ordered mulch and river rock. Adaliz qum va daryo toshini
zakaz qildi. Which cost a total of $394. Total umumiy $394 bo'pti. Given equation represents bergan tenglama ko'rsatadi. Relationship munosabatni between number of cubic yards of mulch x bu yerda qum ekan, mulch. Demak, mulchlar qumlar hamda y toshlar orasidagi munosabatni ko'rsatadigan tenglama ekan. How much more? Qanchaga ko'p? Did a ton of river rock cost a less than a cubic yard of mulch? Qanchaga ko'p edi? Ton degani tonna. Bir tonna daryo toshini narxi, demak, bir tonna qumnikidan. X tonna 19,5 dollardan mulch bor. Y tonna 29,75 dollardan rock tosh bor. Umumiy $394. Qanchaga ko'p ekan toshni narxi qumnikidan? 10,25 dollarga ko'p ekan. Navbatdagisi. A model estimates said model ko'rsatadiki whale travels kit suzadi, sayohat qiladi 73-78 miles each day. Har kuni 73 dan 78 milgacha masofa bosib o'tar ekan. During its migration, migratsiyasi davomida. Based on this modelga ko'ra which inequality represents, qaysi tengsizlik ko'rsatadi? Total number of miles x. X'lar sonini 31 kundagisini. Bir kunda 73 dan 78gacha masofa qilarmidi? Minimum 73, maksimum 78. 31 kunda minimum 31 ko'paygan 73 milya masofani bosib o'tadi. Maksimum 31 ko'paygan 78 milya masofani bosib o'tadi. Javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Bir kunda 73 bo'lsa minimum, ikkinchi kuni ham minimum 73 bo'lsa, uchinchi ham minimum 73 bo'lsa, 31 kunda 31 ko'paygan 73 bo'ladi. Maksimum ham xuddi shunaqa bo'ladi. 16-misol. Hasan put up wire fencing. Fencing degani panjara. Along each edge of rectangular garden. Rectangular to'g'ri to'rtburchakli garden bog'. To'g'ri to'rtburchak shaklidagi bog' bor. Unga panjara o'rnatib chiqyapti ekan. With a length of x feet, bo'yi. Length degani bo'yi degani. Bog'ni bo'yi x ekan. Width eni kengligi bo'lsa y ekan. Hasan put up a total of 44 feet. Hasan total umumiy 44 feet panjara o'rnatibdi. Shu holatni qaysi tenglama ko'rsatadi deyapti. Demak, Hasan umumiy 2x plus 2y barobar 44 feet uzunlikdagi panjarani o'rnatgan. Panjarani o'rtasiga o'rnatmaydi-ku, panjarani bog' atrofi bo'ylab, perimetr bo'ylab o'rnatadimi? Perimetrimiz mana shunga teng. Minimum value of x is 11 less than 8 times another number n. Buni matematik tilga o'giramiz. X ning minimum qiymati deyapti. Demak, x ga katta belgisini qo'yamiz, katta yoki teng. Nima ekan? 11 less than 8 times another number n. 8 n dan 11 ga kam. Ba'zilar 11 minus 8 n yozib qo'yadi. Bunaqa emas. Less than degani dan kam. 8 ko'paygan n dan 11 ga kam degan. Than degani dan. Times degani ko'paytmaga yuradi. Demak, mana bu javobimiz to'g'ri bo'ladi. B javob. 18-misol tengsizlik onlayn o'quvchilar ham biladi. Demak, highest. Demak, mana bu yerda aytyaptiki lowest eng past degani, eng past temperatura 40, eng balandi highest 90 ekan. Bu yerda A javob to'g'ri bo'ladi. The graph of linear function is shown. Demak, y barobar fx minus 19. Y ni demak mana grafika ko'rsatilgan ekan. S va D pozitiv musbat konstanta bo'lsa, which equation could define f? Fx ni qaysi biri ko'rsatadi deyapti. E'tibor qiling, mana bu yerda fx ni topamiz. Fx qanaqa funksiya ekan?
y ni 19 birli yuqoriga sursak fx hosil bo'lar ekan. Mana buni ham 19 birli yuqoriga sursak, o -8dan o'tyaptimi? Demak, 11 dan o'tadi. Mana bu yerda 11 bo'lsa, 19 ga -8 ni qo'shsak. Mana shunday o'tadigan funksiya ekan fx. E'tibor qiling, bu kamayuvchi. Demak, B javob hamda D javob D emas, balki C javob xato bo'ladi. Kamayuvchi bo'lsa, x oldidagi son manfiy bo'lishi kerak. A'mi, D'mi? E'tibor qilinglar, bu 11 dan musbat sondan kesib o'tadi. Y o'qini. Demak, D javobimiz D musbat bo'lgani to'g'ri bo'lar ekan. To'g'rimi? Y o'qini musbatda kesib o'tsa, mana A javob to'g'ri bo'ladi. Hop, 20-misol. More than 100 santimetr degani uchun o'zi A javob to'g'ri desak bo'ladi, ammo tarjima qilib beraman. A plant nursery classifies. O'simlik markazi sinflab chiqayotgan perennial o'simliklarini as tall. Tall degani baland. Baland deb sinflab chiqyapti ekan. Baland deb ajratib, baland past deb ajratib chiqyapti ekan. When fully grown. O'simliklar to'liq o'sganida. Is more than 100 santimetr. 100 santimetrdan oshsa. Endi perennial o'simliklar bor ekan. Ular to'liq o'sar ekan. To'liq o'sganida 100 santimetrdan oshib ketganlari to'l, baland deb hisoblanar ekan. Qolganlari baland gul hisoblanmas ekan. Hop. Which mana savolini o'qisak bo'ladi. Which inequality represents? Qaysi tengsizlik ko'rsatadi? The possible heights hash of a tall perennial flower. Baland hisoblanadigan gulning tengsizligini ko'rsat deyapti. Baland qachon hisoblanardi? Qachonki 100 santimetrdan oshiq bo'lsa. Mana bu tengsizlikda hash gullarimizni demak balandligi 107 bilan 158 orasida bu baland gul hisoblanadi. Qolganlari 100 dan past baland gullarning tengsizligi emas. 21-misol. Demak, e'tibor qiling, S ni topishimiz kerak ekan. S ni topadigan bo'lsak, r kvadrat plus s kvadrat barobar r kvadrat taqsim v. S kvadrat barobar r kvadrat taqsim v minus r kvadrat. Buni hisoblab chiqadigan bo'lsak, ildiz olsak, A javob to'g'ri bo'ladi. 22-misol. Grafik berilgan. Graph shows momentum. Graf momentum y ni ko'rsatar ekan Newton sekundlarda. Of an object x second after object started moving. Ikkinchi sekunddagi obyektning momentumini ko'rsatar ekan. X bu yerda sekund, y bu yerda momentum. Momentum nimaligini bilishimiz shart emas. Momentumni ko'rsatganini bilsak bo'ladi. What is the average rate of change? Average rate of change degani slope degani burchak tangensi. Demak, x 2dan to x 6gacha bo'lgan. Slope'ni topishimiz kerak ekan. 608. Burchak tangensini qanday topardik? K barobar 8 minus 2, 6 minus 2. 3 taqsim 2. Demak, rate of change'imiz 2dan to 6gacha. 3 taqsim 2ga yoki 1,5 ga teng ekan. 23-misol. Hop. 23-misol. E'tibor qiling, kvadrat funksiyaning masalasi ekan. Object is launched. Object uchirildi into the air, havoga, from ground level. Yerdan uchirildi desa, u qaysi nuqtadan uchirilgan bo'ladi? 0,0 nuqtadan. 0 metr balandlikda hali 0-sekundda vaqt boshlanmasdan oldin. According to a quadratic model, kvadrat modeliga ko'ra
2 yu 1 seconds after the object is launched. Uchirilganidan 2 yu 1 sekund o'tib, maksimum balandlikka erishdi va u 70 u 56 ga teng ekan. X0, Y0'larimiz a 2 yu 1 70 u 56 nuqtalar ekan. Quyidagilardan qaysi biri shu tenglamani ko'rsatadi deyapti. Javoblardan ko'rinib turibdi o'zi. Demak, y barobar a x minus x0 ning kvadrati plus y0 dan foydalanamiz. Bizda 0 u 0 nuqta ham ma'lum. Yerdan uchiriladi desa 0 u 0 dan uchirilar ekan deb tushunamiz. Y barobar a x minus 2 yu 1 ning kvadrati plus 70 u 56. 0 u 0 nuqtadan foydalansak x ga ham y ga ham 0 beramiz. A ni qiymati chiqadi. 0 barobar a minus 2 yu 1 ning kvadrati plus 70 u 56. Men buni vaqtdan yutish uchun hisoblagan edim. A imizni qiymati minus 16 chiqadi. Kalkulyatorda hisoblasak. Umumiy demak funksiyamiz y barobar minus 16 x minus 2 yu 1 ning kvadrati plus 70 u 56. To'g'ri javob A javob bo'lar ekan. E'tibor qilinglar, kvadrat funksiyaning misoli. Function gives toy cars height. Toy car degani o'yinchoq mashina. Height balandlik. Funksiya o'yinchoq mashinaning balandligini ko'rsatar ekan, fx in inches. Inchlarda x second after it started moving. Start moving degani harakatni boshlash. Harakatni boshlagandan keyin x-inchi sekunddagi balandlikni ko'rsatar ekan. Which of the following is the best interpretation? Quyidagilardan qaysi biri eng zo'r ta'rifi bo'ladi? Nimaning? Vertexning, fxning. Fx funksiyani vertex. Uchlarini ta'rifini topishimiz kerak ekan. 4 u 5. 4 bu x, 5 bu y, to'g'rimi? Demak, x'larimiz sekundlar, y'larimiz balandliklar edi. 4-sekundda 5 metr balandlikda ekan. Toy cars minimum height was 5 inch. Above the ground. Demak, o'yinchoqning minimum balandligi 5 ga teng deyapti. Darhaqiqat bu minimal balandlik 5, bu javob to'g'ri bo'ladi. Minimum height 4 inch deyapti. Bu 4 sekund, bu 4 inch emas. The toy car's height 5 inch when it started moving. Harakatni boshlaganda 5 inch edi deyapti balandligini. Yo'q, harakatni boshlaganda 5 emas edi. 4-sekundda 5 edi. 4-sekundda 5 inchga teng edi. Harakatni boshlaganida emas. Bunda endi 4 deyapti, harakatni boshlaganida. Bu ham xato bo'ladi. Mana shu misoliga bitta texnika aytaman. Start, increase, decrease so'zi bor javoblar har doim xato bo'ladi. Navbatdagi misol. E'tibor qilinglar. Air temperatures for certain air temperatures. Havo temperaturalari uchun. Table gives jadval ko'rsatadi. Wind chill temperatures. Shamoliy temperaturalarni ikki xil speed tezlikda. Mana shamoliy temperatura bor, tezligi 20, speed degani 20. Bu yerda tezligi 60. Bu yerda havo harorati. According to the table, jadvalga ko'ra, what is the wind chill temperature? Demak, shamoliy temperaturani top Fahrenheit bo'yicha. When the air temperature is 33, havo harorati 33 bo'lsin va shamol tezligi 20 bo'lsin. 20 bo'lganda, havo harorati 33 bo'lganda, shamol tezligi 20 bo'lganda, to'g'ri javobimiz 21 bo'ladi. 60 ni top deganda 15 ni to'g'ri javob sifatida olardik. Keyingisi. What is the value of f0? X ga 0 bergandagi y ni qiymati demak 4 ga teng. What is the value of f0? Yana f0 ni qiymati so'ralyapti, demak 5 ga teng. Hop. Kvadrat tenglama berilgan. What is the interpretation of? Demak,
H2U 0,40ning tarifini bizdan so'rayapti. Ho'p. T ni o'rnida 2 kelyapti va o'zi T nima? T bu yerda sekundlar. Hashtagimiz 40 ga teng ekan va o'zi hashta nima? Height balandlik. Ikkinchi sekundda balandligimiz 0,40 ekanda, mana shuni tarifi kerak. Xo'p, A javobda aytyaptiki, maksimum balandlik deyapti. Yo'q, maksimum minimum haqida gap yo'q, bu xato. B javobda maksimum balandligimiz 2 metr deyapti, bu ham xato. S'da 0,40 metr ikkinchi sekundda. Bu to'g'ri bo'ladi. 2 metr 0,40 sekund. 0,40 sekund emas edi, 0,40 metr edi, height balandlik bo'lishi kerak. 2 bo'lsa metr emas, sekund bo'lishi kerak. Alishib teskari bo'lib qolgan, bu xato. Hop. Y barobar fx funksiya berilibdi. Passi through va fx passi through 809. 809 nuqtalaridan o'tarkan. Bu degani f8 teng 9 degani. What is value of f8? f8 ning qiymatini top. Qiymati 9 ga teng. Hop. The function gives funksiya beradi, ko'rsatadi the number of bacteria. Bakteriyalar sonini in a population t minutes after initial observation. Initial observation juda muhim. Dastlabki kuzatuv degani. Dastlabki kuzatuvdan keyin tayinchi minutdagi bakteriyalar sonini ko'rsatar ekan. Vaqt o'tyapti, bakteriya soni oshib boryapti. How much time? Qancha vaqt? Does it take? U oladi. For the number of bacteria in the population to double. Double degani 2 marta oshmoq. 2 marta oshish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? E'tibor qilinglar, 2 marta nimaga nisbatan oshish kerak? 2 marta. Dastlabki kuzatuvga nisbatan oshish kerak. Dastlabki kuzatuv qachon? T teng 0 bo'lganida. T ga 0 qo'ysak, 2 ni 0 1 olib kelib, dastlab 70 mingta bakteriya bor ekan. Mana shu qachon 140 mingta bo'ladi, 2 marta oshadi deyapti. T ga demak 820 bersak, shunda 140 ming chiqadi. Demak, B javob to'g'ri bo'lar ekan, 820 minut kerak. Mana shunaqa savollarda bitta texnika bor. Shunaqa savollar ko'rsangiz, doim mana bu mahrajdagi sonni olib qo'yaverasiz. Double 2 marta dedimi? Doim mana bu darajani mahrajdagi son to'g'ri bo'laveradi. 820. Hop. The value of x minus 5. E'tibor qiling, x emas. X minus 5 ning qiymati is between orasida bo'ladi. Which of the following pairs of values? Pair degani juftlik. Qaysi qiymatlar juftligi orasida x minus 5 ning qiymati deyapti. Kela mana bu yerdan avval x ni topadigan bo'lsak, 11x minus 55 barobar 4x minus 20. X barobar 5 bo'ladi bu yerda. O'zi mana bu yerda ham ko'rinib turibdi. Mayli hisoblab ko'rdik. X 5 ekan. Mana bu yerga qo'yib yuborsak 5 ni. 5 minus 5 0 bo'ladimi? 0 qaysi qiymatlar orasida? 0 minus 3 bilan 2 ni orasida bo'ladi. 4 bilan 6 ni orasida emas. Yoki minus 6 bilan minus 3 ni orasida emas, 0, to'g'rimi? Shu javob to'g'ri. Bu yer tenglama berilgan, k konstanta va bitta yechimi bor ekan. Modulli tenglamani bitta yechimi bor ekan. Which of the following could be value of k taqsim 4? K taqsim 4 ni qiymati bo'lishi mumkin. Qaysi? E'tibor qiling, x ni qiymatini so'ramayapti bizdan. 4 x minus 3 k. X minus 3 k taqsim 4. Modulli tenglama qachon bitta yechimga ega bo'lardi? Qachonki u 0 ga teng bo'lsa. K taqsim 4 ni qiymati 0 bo'lsa, shunda bitta yechimga ega bo'ladi. Ba'zida mana 3 ta olib qo'yadi. Bu 3 x ni yechimi. Bizdan yechimni so'ramayapti. Shunda yechimni topki, bitta yechim bo'lib ketsin demayapti. K taqsim 4 ni qiymatini top deyapti. K taqsim 4 ni qiymati 0 ga teng. 33-savol. Juda ham oson savol. Gallon of sealant. Sealant degani bo'yoq. Gallon degani suyuqlik o'lchov birligi.
Bir gallon bo'yoq 23 dollar cost turar ekan. Will cover 250 square feet of surface. Surface degani yuza. 250 feet kvadrat yuzani cover bo'yashga yetarkan. 23 dollarlik bo'yoq sotib olsak, 250 feet kvadratga yetarkan. A deck has a total surface area of d square feet. Deck degani maydon. Bir maydonning umumiy yuzasi d feet kvadrat ekan. Which of the following represents? Quyidagilardan qaysi biri ko'rsatadi the cost? Narxni. Demak, bo'yoqni narxini ko'rsatish kerak. Needed to cover the deck twice. Deck maydonni 2 marta bo'yashga ketadigan narxni top. 23 dollarim 250 feet kvadratga yetarmidi? D feet kvadratga qancha narxdagi bo'yoq kerak? X desak, x barobar 23D taqsim 250. Endi bu bir marta bo'yashga ketadigan narxi. 2 marta bo'yasin desa, mana shuni 2 ga ko'paytirib qo'yish kerak. Xuddi shunchadan ikkita bo'ladi-da. 23D taqsim 125. To'g'ri javobimiz S bo'larkan. Ba'zilar D ni olib qo'yadi. Yo'q. 2 marta ko'paytirish esdan chiqmasin. Twice degani 2 marta. Chiziqli funksiya keldi. Darhol savolini o'qib ko'ramiz, chunki savolini o'qish yetarli bo'ladi ko'pincha. What is the rate of change of object's distance from its starting point over time? Rate of change nima edi? Rate of change bu slope burchak tangisi. Burchak tangisi nechi? 15. Demak, 15 inches per second. Keyingisi. Yana chiziqli tenglama keldi. Savolini o'qib ko'ramiz. Which statement, qaysi gap is the best interpretation of 2x? Mana buning 2x ning eng zo'r tarifini top deyapti. Hozircha topa olmaymiz. Endi mana savolda o'zi yetarli emas javob topishga, tepadan o'qiymiz. A company Z manufactures staplers calculates its monthly profit. Monthly profit oylik foyda. Kompaniya stepler ishlab chiqaradigan kompaniya oylik profitini, foydasini hisoblayapti ekan. Qanday desa, by subtracting its fixed monthly costs from its monthly sales revenue. Subtract degani subtract, ayirmoq. E'tibor qilinglar, oylik savdodan chiqimni ayirib olib foydasini hisoblar ekan. Fixed monthly cost degani chiqim. Sales degani savdo, revenue daromad. Daromadidan chiqimni ayirib olar ekan. Mana daromadidan sales revenue deylik, revenue. Chiqimni ayirib olsa, keyin foydasi qolar ekan. Chiqim degani mana cost. 2x nima ekan bu? Bu sales revenue ekan. Shuni ta'rifini so'rayapti-yu. Mana sales revenue, mana sales revenue. Men yerda chiqim deb qo'ygan. Bu chiqim emas bu. 2x bu ham chiqim emas bu. Savdodagi daromad. Endi nimada farq qilyapti? The month sales revenue from selling X staplers. From each stapler sold. Endi qaysi to'g'ri javob bo'ladi desak, A javobimiz to'g'ri bo'ladi. Chunki X bu yerda nima bu? X bu staplerlar soni. X ta stapler sotgandagi savdodagi daromadida bu. X 1 bo'lsa 2 dollar daromad qilgan bo'ladi. 10 ta bo'lsa 20 va hokazo. Bda aytyapti har bitta steplardan deyapti. Yo'q. Har bitta steplardan emas. To'g'rimi? Har bitta steplarning narxi mana bu 2 ni o'zi. Demak, to'g'ri javobimiz A javob bo'lar ekan. Demak, 35 ta misolning tahlili mana shulardan iborat edi. O'ylaymanki, maza qildik. Birga demak yechdik. Savollar, biror bir mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, kommentda yoki o'zimga murojaat qilasizlar. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.